109. Mana bu tartibda ishlasak bo'lar ekan 109-misolda. Xo'sh, y teng x kvadrat birinchi ikkalasi kesish nuqtasi degan uchun ikkalasini kesishtirib olamiz. Ya'ni x kvadrat teng bo'ladi kx plus b ga. Shu yerdan x kvadrat ayrilgan kx plus b teng minus b bo'ladi. Minus b teng 0 bo'ladi. Endi bizda mana bu narsalar ma'lum. Mana bunga boyaga bitta mahoj berib olaylik-da. 1 taqsim f teng bo'ladi d plus f taqsim f ko'paytirilgan d bo'ladi. Endi mana bu v teoremasi bor edi-ku. Mana f bilan d tenglamani yechimlarida boya aytgandek, f bilan d grafikda ko'rdik-ku sizlar bunday bo'ladigan bo'lsa, mana ikkalasi kesishgan nuqtalar edi, tenglagan payti hosil bo'ladigan nuqtalar edi. Demak, mana bu ikkalasi tenglaganimda f ga tenglamani ildizlari yig'indisi x ning oldidagini qarama-qarshisi bo'ladi. Minus kam deb mana o'rniga k qo'yib yuborsam bo'ladi. Demak, 1 taqsim f teng bo'ladi. O'rniga k qo'ysam k taqsim mana k taqsim f bilan d ni ko'paytmas. F bilan d ni ko'payt mana bunga teng bo'ladi. Minus b ga. Demak, o'rniga minus b qo'ysam bo'lar ekan. Bo'ldi. Endi f ni bog'lab olishim kerak. F nima edi bizda? Ox bilan kesishdi. Ya'ni mana bu y teng kx plus b mana bu to'g'ri chiqdi. Ox bilan kesish nuqtasi edi. Ox bilan kesishgan y 0 bo'ldi. Y o'rniga 0 qo'yaman. 0 teng kx plus b bo'ladi. Bu yerdan x topadigan bo'lsa minus b taqsim k bo'ladi. Demak, x ning o'rniga mana x topib oldim bo'ldi. Mana shu x ning bizda f nuqtada. Chunki ox bilan kesish nuqtasidagi absissani, ya'ni x f ga teng deb bergan. Ya'ni minus b taqsim k f ga teng ekan. F ning o'rniga qo'yaman. 1 taqsim minusdan b taqsim k ni qo'yib yuborsam teng bo'ladi k taqsim minus b ga. Xo'sh, mana k tepaga chiqib ketadi. Demak, k taqsim minus b teng k taqsim minus b. Ko'rib turganingizdek, ikkala taraf tengligi isbotlandi. Mana shu tartibda isbotlash kerak. Hech qanday geometriyani aralashtirish shart emas ekan.